Assalomu alaykum. Всем доброе утро. Bu shifoxonaga kelganimdan maqsad Inoyatov Amrullo Shodiyevichni bir 2 yildan beri kuzataman. O'sha Sog'liqni saqlash vazirligida faoliyat yuritgandan beri kuzataman va hozirgi qilayotgan amaliyot ishlariga judayam ishonch hosil qilganim uchun judayam orzu qildim bularga patsient sifatida qabullarga kelish uchun. Mana bugun nasib qilgan ekan va ancha bir yil o'zimni tayyorladim bu narsaga, shu narsa kerakmi deb. Lekin ayollarga kerak ekan, chunki yoshimiz baribir o'zini, biz qalban o'zimiz yosh bo'lsak ham baribir vaqt yosh o'zini ishini bajarar ekan. Shuning uchun o'zim judayam bir ishongan holda yaxshi kayfiyatda bugun keldim. O'zimni Amrullo Inoyatov Shodiyevichga topshirib, ularni Allohga topshirib amaliyotga tayyorman. Necha yilga yosh olmoqchisiz? Men bilan qabulga kelganimda Amrullo aka bir 20 yoshar qizcha qilib bering, qalbimda 18 yoshar qizcha yashaydi desam, men sizni 18 yoshar qizcha qilib beraman dedilar, ishondim. Hamisha ochilib yuring, sog' salomat yuring. Mana shu gulday ochib yuring. Hamisha sog' salomatsiz. Qanaqasiz? Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi. Yaxshimisiz? Bundan qo'milchisan. Xudo xolasa hozir pervoska qilamiz. Bemorimizda rinoseptoplastika bo'lgan. Bu kishida rinoseptoplastika bo'lgan и yuz tortish amaliyoti. Подтяжка smas facelifting amaliyoti o'tkazilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bugun nechinchi sutka sizga? Так, операция была 8 сентября, воскресенье. Уже 7-kun bugun. Jarohat joyini ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib. Kozilokni anatomik shaklini saqlagan holatda chiqarib berganmiz. Xudo xolasa mana mochkani orqasini ko'rishingiz mumkin. Mana juda ham zo'r, rezultatlari juda ham ajoyib, zo'r. Lekin burnimni doktorlarga aytibman-da. Burnimni o'sha pilit qilishgan, boshqa qilishgan, shunda ham menda qora sinyakli bo'lmadi. O'shiga bo'lmagan. Ko'zingiz yaxshilasiz o'zingizni, yaxshi. Renessans klinikasidan, xodimlaridan, Amrullo Shodiyevichdan qanaqa taassurotingiz, rozimisiz? Bir ikki oz fikringizni. Bu masala bo'yicha men hali oxirida ham gapirmoqchiman. Chunki men juda ham ko'p tanladim. 2 yil davomida doktor tanladim, davlat tanladim. Birinchi Koreyadan chiqdi shunaqa amaliyot, lekin Koreyaga borish qiyin bo'ldi. Keyin Moskvadan topdim, Frau klinik Sandara doktor bilan gaplashdim. Keyin Turkiyadan, Antaliyadan, Istanbuldan bordim. Hech qaysiga ishonch hosil bo'lmadi. Keyin Instagramda Inoyatov Amrullo Shodiyevichni o'zim bu klinikani bilardim. Oldindan kelib yurardim, kelib gaplashib yurardim. Lekin Amrullo Shodiyevichni ko'rmaganligim uchun boshqa vrachlar yosh bo'lganlari uchun tanqid ketgandim. Keyin Inoyatovni o'zlari bilan kelib gaplashganimdan keyin 1,5 soatdan ochiq men bilan suhbat qildilar. Meni что я хочу, meni istagim nima, shuni eshitib, o'zlari maslahat berib, men nima demoqchiman, reklama qilmoqchi emasman bularni. To'g'ri, hozir bu holatimni ko'rib negativ yozadiganlar ko'p, chunki operatsiya это же не игрушка полностью. Tushungan tushunadi. Buni rezultatini albatta ko'rsatamiz. Men xohlayman buni rezultatini ko'rsatishni. Sabab ko'p ayollar adashib qoladi. Hamma yog'i chandiq, hammasi chala qilingan, adashmasin. Это команда профессионалов. Это легенда. Inoyatovning komandasi, Inoyatov Amrullo Shodievich komandasi O'zbekistonda legenda bo'lib qoladi. Bunga aminman. Chunki men O'zbekistonda barcha doktorlarga bordim va Inoyatovni tanladim va maslahat beraman. Xo'p, aziz yurtdoshlar, kompleksli operatsiyamiz rinoplastika va facelifting operatsiyasidan keyingi 10-kun. Bugun xudo xohlasa burunning ustidagi termoplastlarni yechyapmiz. Tak, mana shunaqa burnimizni ushlab turish uchun ustki qismida o'zgina forma beradigan termoplastlarimizni qo'yamiz. Bu bizni birlamchi natijamiz. Hali ozgina shishlar bor. Burnimizga e'tibor bersangizlar, mana bu tepa qismlari shishib turibdi, bular ketadi. Ozgina kengroq burun edi, ozgina garbinkamiz bor edi. Garbinkamizni oldik, ko'kilni chiroyli burun qilib berdik. Burnimizni o'zi opamni xudo xohlasa bir 10 yoshga yoshartiradi.
Konchiklarni ancha ingichkalashtirganmiz. Tepadan ham ko'rsatishingiz mumkin, yondan ko'rsating diyor. Bu eslatib o'tamiz, birlamchi natijamiz. Shishlar juda ko'p. Men ko'rib turganlaringizda yon tomondagi shishlar ketsa agar, bundan ham ingichka, ixcham, chiroyli burun bo'ladi, xudo xohlasa. Всем привет, друзья! Сегодня у нас очередное интервью с нашей пациенткой из Ташкента, Омай Опай. Ей 50 лет, и на этот раз у нас интервью после 10 дней операции. А у нас на этот раз очень необычный результат, так как мы на фейслифтинг добавили еще и ринопластику. Очень многие сомневаются и думают, что нельзя эти операции совместить вместе, но вот вам живой результат, все прошло отлично, и мы ей зададим сейчас ваши интересующие вопросы, и она с радостью вам ответит. Как вы решились на эту операцию? Ассаламу алейкум, здравствуйте. Я решилась, я давно решилась. Я искала хорошую клинику, я искала хороших врачей, я побывала везде. За границей побывала, хотела поехать уже в Москву. И в итоге я остановилась на этой клинике, потому что я узнала, что здесь руководитель Инаятов Амрелла Шадиевич. Я его очень уважаю, знаю с его, когда он был нашим министром здравоохранения. Поэтому я 100% уверенно шла целенаправленно найти его, поговорить с ним, получить консультацию и решиться на операцию. У меня такой характер, я взвешиваю, решаю моментально и без оглядки никуда, иду вперед. И сегодня 11-й день, 8 сентября у меня была операция, сегодня 18 сентября. Только что у меня сняли повязки с носа, все, гипс, все сняли. И посмотрите близко, у меня, хотя была очень тяжелая операция, 2 операции, да, и у меня нету синяков. И я думаю, это результат того, что внутренний человек должен быть готов к этой операции. Ты решил, все, ты не должен ни с кем советоваться, ни у кого не спрашивать, никому эту рекламу не говорить, что ты дело. У нас так вот, вот эти люди, по-моему, будут мучиться. Поэтому, женщины, мы все равно любим сначала себя. Если вы решили, готовы, соберитесь, не готовы. Я 2 года готовилась. 2 года, никому не сказав, я готовилась. Даже мои дети не знали. Они узнали после операции. Поэтому ничего здесь страшного нету. Собирайте деньги и бегите сюда. Конкретный мой ответ такой. Если насчет боли вообще не было. У меня просто был дискомфорт. Дышать было тяжело, я через нос дышала. Но это терпимо. Я знала, куда я иду, зачем иду. Поэтому вот только что сняли еще отеки. Будет красивый результат, я надеюсь, через месяц, наверное. Я еще дам интервью через месяц до Холлиса. Поэтому, кто боится, вы сначала соберитесь, не надо. Вот именно в эту клинику «Ренессанс» и к профессору Инаятову Амреллу Шадиевичу можете приходить смело, я это вам гарантирую. У нас самая уверенная и боевая. Отлично. Как вы себя чувствовали после операции? Вот сразу после же. операции, вы знаете, я очень много прошла операций, в жизни разные бывало. Естественно, раньше я мучилась после операции, после наркоза. Хотя эта операция у меня длилась много часов, потому что это огромная, серьезная работа профессионалов. После наркоза я так боялась, что у меня будет голова болеть. У меня до сегодняшнего дня ни разу голова не болела, меня не тошнило. Хотя я в тот день позавтракала. Но врачам я сказала, что я не позавтракала, и я позавтракала. Потому что я забыла, что я иду на операцию. Я утром приехала, это был воскресный день. Несмотря на воскресенье, на их день отдыха, вся команда была здесь. Вся. Я когда их увидела, я настолько была спокойна, я знала, что они меня возьмут. Я даже когда легла на операционный стол, мне перед наркозом я сказала: «Ман, озумны силерге тапшырдым, силерни Аллахке тапшырдым». И все. Поэтому никаких... только вот дискомфорт, то, что я дышать не могла, капризничала. Это продолжалось всего 2-3 дня, а так я себя замечательно чувствую. Отлично. Да. Супер. Шикарно. Следующий вопрос. Довольны ли вы ухаживанием сервиса клиники «Ренессанс»? Абсолютно довольна. Абсолютно довольна. Еще будет лучше. Я знаю, я с профессором на эту тему хочу поговорить. Я хочу, чтобы команда Инаятова, она мировой уровень получила. Это стоит, это наша гордость, это гордость Узбекистана. Я
съездив в Турцию, в Анталию, в Стамбул, заранее договорившись. Я отказала Москве клинике Фрау Клиник Сандара. Я лично с ней по WhatsApp разговаривала. Была обговорена даже сумма, я должна была поехать в Москву. Я отказалась. И был вариант в Корею. Там тоже такие врачи есть, но тяжело было мне ехать в Корею. И когда я нашла вас, я знала, что эта клиника существует, но я не знала, что здесь работает Амрелла Инаят. И когда я нашла его, я всех отказала. Я прям по телефону отказала и сюда пришла. И я не хочу с ними прийти в себя и до свидания уйти. Нет, я хочу с ними дальше работать, сотрудничать. Это мы уже обговорим с Амреллой Инаятом. Я хочу, чтобы эта клиника, этот профессор и команда профессионалов, команда художников и команда это лицо Узбекистана. Я хочу, чтобы об этом знал весь мир. И будет так, Бахалас. Да, потому что у нас, я считаю, что у нас клиника вот по международным стандартам все у нас. Да. Так что Отлично. не пожалеете. Девочки, Да. ни с кем не советуйтесь. Собирайте деньги и приходите сюда. Все, башкаги пью. Все просто. Да. А что вы скажете насчет результата после 10 дней? Результат, конечно, результат уже в первый день, когда посмотрела на зеркало, этого и ожидала. Но еще лучше получилось, еще лучше будет, я знаю. Я на этом не останавливаюсь. Я люблю себя, я хочу быть красивой и буду красивой. А команда профессионалов мне в этом поможет. Отлично. Вы довольны, я довольна, мы все довольны. Все довольны. Огромное всем О. спасибо. Да. Последний вопрос, вот тот же вопрос. Парочку слов для будущих желающих сделать эту операцию. Для Что вы будущих скажете? желающих, я же сказала, я на каждом слове повторяю, девочки, женщины, ayollarimiz, opalarimiz, qo'rqmanglar. Bu reklama emas. Men reklama beruvchiman, bir taniqli yulduz emasman hozircha, vaqtincha reklama qiladigan. Sizlar xohlayapsizlarmi? O'zlaringiz sevasizlarmi? Uydagilaring ruxsat beryaptimi? Pullaring bormi? Kelinglar. Nimaga pul? Chunki это колоссальная работа, это стоит денег, хороших денег стоит, на себя не жалейте. Даже слов нет. Xudo xohlasa yana 2 hafta ko'p gapirish mumkin emas. 2 haftadan keyin окончательно men sabrsiz krasavitsa opa-singillarimga o'zim chiroyli qilib intervyu bermoqchiman. To'g'risi, birinchi amaliyot 5 oy oldin bo'lgan bo'lsa, undan keyin yana keldim, yana bir narsalar qildirdim, yana bir narsalar qilib, ikkinchi uyim bo'lib qoldi bu. Я у профессионала художника. To'g'risi, qizlarga aytaveraman, sizlarga hozir ko'p gapirish mumkin emas. До встречи 2 haftadan keyin chiqaman, chiroyli bo'ladi. 18 yoshli qiz bolani labi qanday o'sha visatasi и Купидона mana ikkita filtrum bor bu yerda, birinchi filtrum, ikkinchi filtrum. И Купидона birinchi tochkasi, средний точка и uchinchi tochka. И Купидона и bu yo'g'i qanaqa idealniy mana formalar bor, и proporsiya hammasi chotki turibdi-da. Faqat men choklarni hozir 4tasini qoldirdim. 4ta mana bu choklar, xudo xolasa buni 2-3 kundan keyin olamiz. Chunki ular основной tiyaj bo'ladigan zonani ushlab turadigan nima. Xudo xolasa aziz obunachilar, mana patsientkamiz bundan 5 oy oldin full facelifting, ya'ni yuzlaridagi to'liq yoshartiruvchi, ya'ni smas platinoplastik amaliyotidan o'tkazganmiz. Hozirda mana natijani ko'rishimiz mumkin. 5 oydan keyingi natija yuzlarini konturlari aniq выраженный shakllangani, ortiqcha to'qimalar yoki osilishlar yoki skladkalarning umuman yo'qligi, sheyani ideal formani shakllanganligi, shuningdek platinoplastikdan keyingi bo'yinni mana ko'rishimiz mumkin va albatta ushbu amaliyotdan keyin eng asosiysi quloqdagi anatomiya, ya'ni kozilok hamda quloq yumshog'i anatomiyasi to'liq saqlanganligi va choplar deyarli уже umuman ko'rinmasligini mana ko'rishimiz mumkin. Va hozirda yana bitta bosqich amaliyot, u ham bo'lsa labni, yuqori labni Bulxorn operatsiyasini amaliyotini 1 hafta oldin o'tkazganmiz. Mana bugun qisman choklar olindi. Xudo xolasa 2-3 kundan keyin qolgan choklar ham olinadi. Ko'rishimiz mumkin. Yuqori labni visatasi filtrum 2 ta, krasniy kayma, Kupidonani anatomiyasi mana yosh qizlarda qanday anatomiya выраженный bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu anatomiyani 100% bu yerda shakllantirib berganmiz. Даже слов нет. Xudo xohlasa
yana 2 hafta ko'p gapirish mumkin emas. 2 haftadan keyin окончательно men sabrsiz, krasavitsa opa-singillarimga o'zim chiroyli qilib bitta intervyu bermoqchiman. To'g'risi, birinchi amaliyot 5 oy oldin bo'lgan bo'lsa, undan keyin yana keldim, yana bir narsalar qildim, yana bir narsalar qilib, ikkinchi uyim bo'lib qoldi bu. Ya u professional художника. To'g'risi, qizlar keyin aytaveraman, sizlarga hozir ko'p gapirish mumkin emas. Do встречи 2 haftadan keyin chiqaman, chiroyli bo'lib xudo xolasi. Albatta ushbu amaliyotdan keyin organizmda eng ko'p harakatlanadigan mushaklardan bittasi bu musculus orbicularis oculi, ya'ni og'izni aylanan mushak bo'lib hisoblanadi. Aynan o'sha mushakda estetik xirurgik amaliyot o'tkazilganligi uchun bu yerda maksimal pakoy, ya'ni tish holat kerak, jarohat to'liq bitguncha. Shuning uchun bu kishiga 2 hafta pakoyni biz talab qilganmiz. Xudo xolasa natija, dastlabki natija, albatta qizarishlar bor. Ushbu qizarishlar bir haftadan keyin to'liq ketadi va keyingi natijalarni albatta sizlar bilan bo'lishamiz. Kuzatishni davom eting. Opajon, bitta savol bersam maylimi? Albatta, salom. Obrazingizni kim yaratadi? Go'zal savol bo'ldi. Obrazimni albatta o'zim yarataman. Obrazimni o'zim yarataman, ammo bu yoshimda bu holatga erishishim uchun kim sababchi? Albatta, avvalambor o'zimning cheksiz istagim va Toshkent shahrida shunaqa klinika bor. Izlab qidirib topdim. Bu klinika Renessans. Renessans klinikaning asoschisi Inoyatovlar sulolasi. Inoyatov Amrilla Shodiyevich boshchiligida. O'tgan yili 2024-yil o'zimni o'zgartirish, ya'ni yoshartirish amaliyotiga o'zimni tayyorlab boshladim. Izlanib boshladim, ko'p izlandim. Boshqa mamlakatlardan jarrohlarni, plastik jarrohlarni izladim. Koreyadan izladim, ketishning imkoni bo'lmadi hech, chunki qiyin. Bizlar O'zbekiston fuqarosiga qiyinroq. Moskvadan topdim, Sandara ismli ayolni, plastik jarrohni, ular bilan gaplashdim, borishim kerak edi, bormadim. Turkiyaga bordim va nihoyat Turkiyada Antalya shahrida amaliyotni bo'ldi, bir haftada boshlaymiz deb narx-navoni ham kelishdik. Men rozi bo'ldim. Keyin bir kun qolganda men aynib qoldim. Keyin Turkiyaning Istanbul shahriga bordik qizim bilan. Istanbul shahrida o'sha jarroh bilan suhbatlashganimda qanaqadir jarrohga meni ishonchim yo'qoldi. Telefonda gaplashganimda ishonib keldim Istanbulga. Ammo suhbatlashganimda meni ishonchim so'ndi. So'ng O'zbekistonga qaytdim. Inoyatov Amrilla Shodiyevichni men 2 yildan beri kuzatardim. Qaysi davrdan boshlab? Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri bo'lganlarida men juda ham xursand bo'lgandim. Va nihoyat ishlaydigan, jonini berib, balki jonini fido qilib ishlaydigan vazir keldi deb rosa xursand bo'lganim. Keyin surishtirsam, ularni izlab topsam, ular o'sha vazirlikdan ketib, Renessans klinikani asoschilari bo'lib, butun Inoyatovlar sulolasi hozir yonimda bo'lganda har birlarini men ismlarini aytib tashakkurlarimni aytardim. Xullas, Renessans klinikada 2024-yil 8-sentyabr kuni, yakshanba kuni edi, eslayman. Butun komanda, ya'ni o'sha jamoa, plastik jarrohlar jamoasi, professor Amrilla Inoyatov boshchiligida ertalabdan kechgacha meni yuzimni o'zgartirish bilan ovora bo'lishgan. Eng asosiy narsani unutibman, hayajon bosib, barcha go'zallarimga assalomu alaykum. Bahor go'zal fasli, bahor fasli sizlarga muborakbod bo'lsin. Sizlarni bugun bayram, bugun 8 mart bilan butun dunyo go'zallarini, ayollarini, onalarimizni, opa-singillarimizni, qizlarimizni tabriklayman. Chin ko'ngildan tabriklayman va qolaversa Renessans klinikasi ham butun dunyo ayollarini, O'zbekiston go'zallarini tabriklaydi. Bunday amaliyot, ya'ni yuzingizni agar plastik jarroh bilan o'zgartirish, ya'ni yosharishni istasangiz, mening maslahatim, turmush o'rtog'ingiz bo'lsa, turmush o'rtog'ingiz bilan kelishdingizmi?
kelishdingiz, professor Amrilla Inoyatovning qabullariga keldingiz konsultatsiyaga. Konsultatsiya jarayonida uyalmang doktordan. Nima istayapsiz? Barchasini gapiring va doktor sizga ha, bu mumkin, bu muolaja mumkin emas deb hammasini tavsiya beradilar. Konsultatsiyadan qo'rqmanglar, konsultatsiyadan qochmanglar va konsultatsiya kelganlaringizda ichingizdagi bor dardlaringizni to'kib sochinglar. Chunki professor Amrilla Shodiyevich Inoyatov judayam sinchkov inson. U sizni tinglab, siz nima istayotganingizni bilib, adashgan joyingizni to'g'rilab, qo'shimchasi bo'lsa sizga anglatib o'tadilar. Avvalambor qizlar, opalarim, bu amaliyotga o'zlaringizni qanday tayyorlaysizlar? Sizlarda kuchli ishonch bo'lishi kerak. Уверенность в себе deydi-yu. Ikkilanmasligingiz kerak va qo'rqmasligingiz kerak. Sabab, siz ishonchli qo'llarga kelyapsiz. Bu klinikaning jarrohlari bular izlanishdan to'xtagani yo'q. Men amaliyotdan keyin 10 kun yotgan bo'lsam, 10 kun ichida men bularni shunaqa yaqin tanidimki, bularni klinikasida, Renessans klinikasida bir oilaviy muhitni his qilasiz, mehrni his qilasiz. Chunki bu klinikani asoschilari Inoyatovlar sulolasi, sulola deganda amakilar, aka-ukalar, jiyanlar, shunchalar bular ko'pki Inoyatovlar, hammasi bir-biriga shunaqa mehrli, shunaqangi bir inoq oila, oilaviy muhitni his qilasiz. Mutlaqo qo'rqmangizlar. Hech qanaqa bu amaliyot og'riqsiz, ya'ni og'riqli emas. Menda hech qanaqa qo'rqinch, hech qanaqa ikkilanish bo'lmadi. Operatsiya kuni, o'sha amaliyot kuni men dedimki, o'zimni sizlarga topshirdim, sizlarni Allohga topshirdim deb bemalol uxladim. Glavvrach Renessans klinikaning glavvrachi Shodmon degan ajoyib doktor, ham o'sha inson anestezolog. O'sha biz mazza qilib uxlab yotganimizda bizning hayotimiz o'sha anestezolog qo'lida bo'ladi. Hech qanaqa narkozdan keyin siz o'zingizga kelganingizda bosh og'riqlarini his qilmaysiz. Men bunga kafilman, chunki men uyg'onganimda men o'yladim, men operatsiya bo'ldimi, ya'ni amaliyot tugadimi deb hayron bo'lganman. Bosh og'riqlari yo'q. Ko'ngil aynish yo'q. Umuman hech qanaqa og'riqlar bo'lmagan. Orada ovqatdan keyin nemis berib turishdi, lekin menda yuzimda hech qanaqa og'riq bo'lmagan. Faqat menda bitta narsa bo'ldi, diskomfort. Chunki men burnimda ham rinoplastik qilishdi doktor Choriyev. Ichida plasma strunda bo'lgani uchun menga nafas olish ozgina muammo bo'ldi. Shundan men ozgina siqildim. Meni yuzlarim unaqa ko'karib, bu darajada xunuklashib ketmadi, chunki sababi bor-da. Sababi men o'zimni bu amaliyotga tayyorlab keldim. Va amaliyotdan keyin meni amaliyotdan keyin 3-kun syomka qilishdi, 10-kun syomka qilishdi, 11-kun, 20-kun, 25-kun o'sha zapislar bor. Bemalol Azamxo'ja doktor, ya'ni Renessans klinikasida qidirsanglar, meni yuzimni ko'rasizlar. Ko'zlarim tepaga tortilgan, og'izlarim tortilgan, xuddi anaqa, nima desam ekan, kommentariyada ham yozgansizlar, ha, avatarga o'xshab qolsan, Yulduz Usmonovga o'xshab qolsan deb. Albatta, boshida shunday bo'ladi. Og'zim qiyshiqdi kerak bo'lsa, 25-kun intervyu berganimda ham og'zim tortilib o'ngga tortardi. Men hech qachon bironta doktorni yo professor Inoyatov Amrilla Shodiyevichni haqoratlamadim, yo injiqlik qilmadim. Nimaga og'zim tortilib qoldi, nimaga bu yerim qiyshayib qoldi, yo nimaga ko'zim tagi ko'karib ketdi deb. Bu amaliyot, bu jiddiy amaliyot. Bular bizni qabul qilarkan, bularning zimmasiga birinchi navbatda bizning hayotimiz, bizning umrimiz, ya'ni katta javobgarlik bilan oladi bular bizni amaliyotga. Va injiq, kaprizni opa-singillarimiz amaliyotdan keyin nimaga og'zim tortilib qoldi, nimaga og'zim qiyshayib qoldi, nimaga bu bo'lib qoldi deb unaqa siqilmanglar va doktorlarni xafa qilmanglar. Chunki bularning mehnati, shaxsan meni fikrim, bularning mehnati soatlab, mana shunday, men hozir 10 daqiqa turib oyog'im og'rib qoldi. Bular kerak bo'lsa 10 soatlab turadi. Undan ham ortiq turishadi oyoqda. Bu amaliyot shu darajada nervlar bilan ishlanadi. Biz bularni xizmatiga to'layotgan pullarimizdan shaxsan men minnatdorman, mingdan ming roziman. Yana nima demoqchiman? Gapiradigan gaplarim ko'p. Bugun bayramda chuqurlashib ketmayman. Bu guruhga, Renessans klinikasiga, bu klinikaning asoschilari Inoyatovlar sulolasiga va boshqa jarrohlarga, Amrilla Shodiyevich, Nilufar Rahmatovna, bular hammasi bitta guruh, bitta katta oila. Sizlarga avvalambor Allohim uzoq umr bersin. Sizlar avvalambor o'zlaringizga keraksizlar, oilangizga keraksizlar. Va qolaversa bizga, ayollarga sizlar juda ham keraksizlar. O'zlaringizni asrangizlar. Allohim sizlarga
uzoq umr bersin. Qo'llaringiz avvalambor dard ko'rmasin. Sizlarni Allohim yovuzlardan, yomon ko'zlardan, yomon nazarlardan asrasin. Chunki siz bizlarga keraksiz. Renessans klinikasi Amrillo Shodiyevich Inoyatov boshchiligida hech izlanishdan, yangiliklar kiritib kelishdan to'xtagani yo'q. Shu bugunga qadar bular chetdan qaysi rivojlangan mamlakatlarda yangilik bo'layotgan bo'lsa, bular borib, shuni o'rganib, olib kirishyapti. Shunday ekan, qizlar, aziz opa-singillar, Renessans klinikasining saytlarida men tez-tez chiqib turaman, kuzatib borasizlar. Shu bilan sizlar bilan xayrlashaman. Yana bir bor bayramlaringiz muborak bo'lsin. Sizni sevuvchi Kamina Umay Murodzoda.